Dunyo kundan kunga tobora rivojlanib bormoqda. Va bu rivojlanayotgan dunyoda insonlar ham rivojlanishni xohlaydi. O'zgarishlarni kutadi. Ammo kutish, o'zgarishlarni kutish. Undan ko'ra biz o'zimizdan nimalarni o'zgartirganimiz yaxshi emasmi? Bugun Instagram, YouTube shunchaki platforma emas. U har bir soha uchun onlayn erkin maydon. Albatta, o'zgartirishlarni xohlagan biz uchun ham. Bu yerda biz o'zgarishlarni kutmaymiz. Aksincha, o'zimizga yoqqan hikoyalarni sizga namoyish qilamiz. Maqsadimiz mashhurlik emas. Maqsadimiz bizga ishongan va hurmat qilgan tomoshabinlarga, ya'ni sizga aldamasdan manfaatli va sifatli kontent yaratish va bu kontentlarimiz orqali yana bir bor qadriyatlarni eslatish. Agar siz bu ishlarimizni qo'llab-quvvatlasangiz, demak bir yo'ldamiz. Bizga ishoning, bizga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga jo'nating. Sizdan faollik, bizdan ijod. Xayrlashmadik-a? Ko'rishguncha.